Bu videoda topshiriqlarni bajarsang yutasan challenge bo'ladi. Va bu videoda Komol Qahhorov Salom va aka-uka qatnashadilar. Hozir sizga bu challengeimiz qoidasini tushuntirib beraman. Bizning vartamizda mamlakat so'roq belgili qog'oz bor va har bir qog'oz ortida qilish qiyin bo'lgan topshiriqlar bo'ladi. Boshlanishga hamma ishtirokchilar bitta-bittadan o'sha penal tepadan jon turib tepada kim qaysi qog'ozni poylasa, o'sha qog'ozda tushirilgan topshiriqni bajarish kerak bo'ladi. Agarda kimdir bajarsa, har bir bajargan topshiriq uchun 100 ming so'mdan yutadi. Voy bu qiyin bu. Va video oxirida eng ko'p pul yig'gan inson bu challenge'da yutadi. Bo'lmasam boshladik. Umuman yutganida chiqolman, voy dod. 650 ming obunachiga odam berilgan video mana nihoyat chiqdi va bizning yangi maqsadimiz bor va u ham bo'lsa 680 ming obunachi va biz 680 ming obunachidan keyin maktabdagi ekstremal berkinmachoq o'tkazamiz. Ya'ni u berkinmachoqni mana obunachilar ham qatnashadi. Va mana shu video tezroq chiqishini xohlasanglar, davet obuna bo'linglar. 680 ming obunachi va mana shu video chiqadi. Birinchi raund. Bo'lmasam kim birinchi bo'lib tepishini dondizga olamiz. Don ziki. Don ziki. Ha bo'ldi oxirgi, davet. Don ziki. Men birinchiman. Let's go, birinchiman men. Da, ketdi. Oh, qaysi bir yaqin ketdi? Mana menga. Xo'sh, bo'lmasam siz mana shunga yaqin keldingiz. Bunday topshiriq hozir ko'ramiz. Orami bayto. Bu yerda shart yozilibdiki, varataga gol ursang yutasan. Ana endi navbat topshiriqni bajarishga. Xullas, men hozir tepaman, agar poylasam 100 ming so'm yutib olaman. Ortiqchalik qilmaydi. Ha, eshitdim, men qaytara olaman desam. Chuqur nafas olamiz. Kirdi, vardiya kirdi. Men sizga aylantirib tepdim. Ne uni? 100 mingmi beringlar, 100 mingmi? Qani men 100 mingmi? Men urush qilaman, 100 mingmi bermasanglar men. Men yozib oraman Omonxon ustidan. Kanalga ban beraveraman men. Beringlar shuni. Birinchi topshiriq bajarildi va siz 100 ming oldingiz. Voy, bizga ham nasib qilsin. Va ana endi navbat tepish menga. Tek qiz olaman deb o'ylayman. Qani ko'raylik. Tepaga ketdim, oz qolibdi. Bo'pti, unda rahmat etib olib. Men tashda buni kesib tashlayman. Hozir Omonxon birinchi marta tepib o'tdilar. Qani, birinchisi bu. Birinchi martada yo'q, tek qiz olaymanmi? Qani? Yaxshi. Mashina yaqin keldi. Nima bu topshiriq menga? Va menga tushgan topshiriq bu korobkada berkingan odamni topish. Biza bittamiz bekinamiz, bittamiz bekitamiz. Siz uni topasiz. Men qaramay turman. Bo'ldi, davay korobkani qo'yaylik unda. Bo'lmasam sizlar bittanglar berkindinglar, men ketdim. Aql bo'linglar. Zafar bekitamiz, Omonxon qaramay turing. Qaysisiga? Bilmadim, 10 tomonga bekitsa. Mana shunga-da. Davay. Xullas bola orqada berkin shotda men bu yerda turman. Bunday qarab qo'ysam bo'ladi, lekin qarayman. Bo'ldi, Zafar. Mana shu korobkada. Omonxon, keling. Nima qilamiz? Qana topasiz endi? Hiddanmi? Sen qo'rqib ketasizmi? Yo'q, qo'rqmaysizmi? Ne o'zi ochib yetma. Topolmadingiz. O'tidamidi? Shoshing. Nimaga palsam qo'rqmaydi bu odam? Bo'ldimi, menga berasizlarmi 100 ming so'mni? Yo'q, просто men aytib